mana shu vaginizmi borligi men aytaman, vaqtinglarni meni ko'rdinglarmi, shu videoni eshityapsizlarmi, demak bu signal deyman, rost akasimda. Alloh hammaga kimnidir sababchi qiladi, nimadir situatsiya, nimadir holat. Demak, sizlar kelishinglar kerak. Vaqt yo'qotmanglar. Nima qilasizlar vaqtni yo'qotib? U narsa sizlarning muammoinglarni hal qilib bermaydi, qilib bermagan ham deb aytaman va sizga go'zal bitta narsa sovg'a qilmoqchiman. Nima yengillik, ya'ni bu o'sha seksologiya olamida bu narsa uchun men juda ko'p kurashganman o'zim. Ya'ni sostavida, nimasida hamma narsa o'zim test qilganman. Bu intim gel vibratsiya bilan nima lubrikant, vibra effekt bilan lubrikant, ya'ni mana shu orgazm, mana nimada nerv tolalari sust, o'sha klitor nerv tolalari sust ayollarimiz bo'ladi yoki umuman o'sha uyqudagi malika holatidagi ayollarimiz bo'ladi. Mana shularga juda ham zo'r ta'sir qiladi. Ya'ni buni o'sha klitorga suritib foydalanishingiz mumkin. Bu birga er-xotin yoki alohida o'sha mana maxsus mashq qilib beraman, mana ehtirosli kursimda zo'r texnikalar bor. Buni ishlatsa bo'ladigan, o'sha yerda ishlatsa bo'ladi. Ya'ni o'zini orqasini o'qib ham instruksiyasini bemalol foydalansa bo'ladi. Ya'ni bu zarar emas, nima deydi, teriga, organizmga hech qanaqa zarari yo'q. Qolib ketmaydi, kiyimni ham qirqilmaydi. Misol uchun hamma taraflama ekologichniy produkt va o'zim faxrlanganim uchun, xursand bo'lganim uchun sizga beryapman. Rahmat. Siz ham ishlatib ko'ring. Qizlar agar shunaqa muammosi bor qizlar bo'lsa, taklif qilsangiz bo'ladi. Bemalol bu hamma yoqda aptekalarda sotiladi va narxi juda ham hamyonbop. Rahmat sovg'a uchun. Qo'llab ko'rishga harakat qilamiz. Rahmat. Keyin hozir bizning suhbatimizda bitta narsa anaqa bo'lib qoldi. Menga aytib berishim kerak degan narsa bo'ldi. Aytishadi. Aynan o'sha kenglik masalasi bo'yicha agar yaqinda shunaqa o'zi ko'p bo'ladi, yaqinda ham massaj olgan borganimda o'zim hozir men aytganingizdek turmush hayoti bo'lmadi, bir necha marta deb aytganingizga esimga tushib qoldilar. Jinsiy hayotlari bo'lmagan, ularda vaginizm bo'lmagan, prosta ikkalasi kelisha olmagan, ajratib yuborishgan xullas. Qaynalarga yoqmaganlar ajratib yuborishgan. Bir necha yil o'zlari yolg'iz yashaganlar va turmush qurganlarda aytayotdilar, men o'ylovdim deydilar, men shuncha yil davomida menda turmush o'rtog'im bo'lmagan, menda jinsiy hayotim bo'lmagan va men уже qiz boladek bo'lib ketganman, bekilib ketgan hammasi deb o'yladim. U battar kenglashib ketibdi deb aytayotdilar. Ko'pchilik o'ylaydiki, что agar hayoti bo'lmasa u qiz boladek bo'lib qoladi deb. Bu unaqa emas. Bu narsani kengayishi va to'rayishi bu toz osti mushaklarini mustahkamligiga bog'liqda. U jinsiy hayot bormi yo'qmi, unga farqi yo'q. Biz qariymiz. Biz mana insonda gravitatsiya bor, qariymiz, mana yuzlarimiz osiladi, tanamiz qarishni boshlaydi, mushaklar qarishni boshlaydi, bo'shashni boshlaydi. U og'ir narsa ko'tarmasa ham, biron bir narsa, nima deydi, toz osti mushaklarga ziyon beradigan narsa qilmasa ham, oddiy ana shu qarish protsessi bor. Uni to'xtatib bo'lmaydi. O'sha hisobiga ham toz osti mushaklar bo'shashib, zaiflashadi. Bo'shashib, zaiflashdi degani o'tda muammolar yuzaga keladi.